Bir vaqtlar Rivaldoni olib kelgan klubda endi suv ham yo'qmi? Assalomu alaykum futbol muxlislari. Jahon chempionati tugadi, ammo futbol olamidagi shov-shuvlar tugagani yo'q. Messining kelajagi so'roq ostida. FIFA prezidenti keskin tanqidlar markazida. Yevropa klublari 100 million yevrolik transferlarga tayyorlanmoqda. O'zbek futbolida esa vaziyat yanada jiddiy. Eldor Shomurodov jahon miqyosida e'tirof etildi. Abduqodir Husanovga uzoq muddatli shartnoma taklif qilindi. Bunyodkorda esa futbolchilar maoshi, suv va elektr bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgani aytilmoqda. Bir hafta davomida futbol olamida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni bir joyga jamladik. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Chunki dayjest yakunida O'zbekistonning eng mashhur klublaridan birida qanday qilib bunday og'ir ahvolga tushib qolgani haqida gaplashamiz. Sizlar bilan bugun futbol jurnalisti Asila Bonu boshladik. Jahon chempionati finalidagi mag'lubiyatdan so'ng Lionel Messi ilk bor sukutni buzdi. Argentina Ispaniyaga qarshi finalda imkoniyatni boy bergach, 39 yoshli futbolchi muxlislarga murojaat qilib, bu alamni unutish uchun vaqt kerakligini tan oldi. Messi terma jamoaning ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionati finaliga yetib kelgani bilan faxrlanishini bildirdi. U Ispaniyani chempionlik bilan tabriklab, Argentina xalqiga qo'llab-quvvatlovi uchun minnatdorlik bildirdi. Ammo eng katta savol hamon javobsiz qolmoqda. Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini davom ettiradimi yoki jahon chempionati 2026 uning faoliyatidagi so'nggi mundial bo'lib qoladimi? Hozircha futbolchi yakuniy qarorini ma'lum qilmagan. Argentina ustidan qozonilgan g'alabadan keyin Ispaniya terma jamoasi vataniga jahon chempioni sifatida qaytdi. Bu g'alaba Ispaniya futboli uchun tarixiy ahamiyat kasb etdi. Ispaniya erkaklar va ayollar o'rtasidagi amaldagi jahon chempionligini bir vaqtda o'zida saqlab turgan ilk mamlakatga aylandi. Futbolchilarni minglab muxlislar kutib oldi. Madrid ko'chalarida katta bayram tashkil qilindi. Ammo chempionlik tantanalari davom etayotgan bir paytda futbol olamida yangi mojaro boshlandi. La Liga prezidenti Javier Tebas FIFA rahbari Gianni Infantinoni keskin tanqid qildi. Tebasning fikricha, FIFA futbol taqvimini haddan tashqari kengaytirib, futbolchilar salomatligi va milliy chempionatlar manfaatlarini xavf ostiga qo'ymoqda. U FIFAni klublar va futbolchilardan ko'ra ko'proq daromad olishni o'ylashda aybladi. Tebas hatto Gianni Infantinoni FIFA prezidentligidan iste'foga chiqishga chaqirdi. Ayniqsa jahon chempionati ishtirokchilari sonini kelajakda yana oshirish rejalari La Liga rahbarining noroziligiga sabab bo'ldi. Infantino esa tanqidlarga javoban jahon chempionati 2026 ni tarixdagi eng muvaffaqiyatli turnirlardan biri deb atadi. U mundialni tanqid qilayotganlar turnirning ijobiy tomonlarini ataylab ko'rmayotganini ta'kidladi. Shu tariqa jahon chempionati yakunlangan bo'lsa-da, FIFA va Yevropaning yirik futbol tashkilotlari o'rtasidagi ziddiyat endi avj olmoqda. Endi transfer yangiliklariga o'tamiz. Yevropaning kuchli klublari yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish uchun katta mablag' sarflashda davom etmoqda. Hafta davomida bir nechta shov-shuvli transfer xabarlari tarqaldi. Liverpool PSG vingeri Barkolani o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini o'rganmoqda. Parij klubi futbolchini taxminan 120 million yevroga baholayotgani aytilmoqda. Barkola Muhammad Salahdan keyingi davr uchun Liverpoolning asosiy hujumchilaridan biriga aylanishi mumkin. Arsenal esa Newcastle sardori Bruno Guimaraesga qiziqish bildirmoqda. London klubi yarim himoya markazini kuchaytirish uchun braziliyalik futbolchini asosiy maqsadlardan biri sifatida ko'rmoqda. Real Madridda ham futbolchilar kelajagi bo'yicha muhim qarorlar kutilmoqda. Gonzalo Garcianing to'laqonli transfer asosida, Franco Mastantunoning esa ijara asosida boshqa klubga o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Saudiya Arabistoni klublari ham transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqda. Yevropada to'p surayotgan bir qator mashhur futbolchilarga katta maoshli takliflar tayyorlanmoqda. O'zbekiston FIFA reytingida pastladi. Endi O'zbekiston futbolidagi yangiliklarga o'tamiz. Jahon chempionati 2026 da ilk bor ishtirok etgan O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFAning yangilangan reytingida 60-o'ringa tushdi. O'zbekiston mundialda Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikalariga qarshi maydonga tushdi. Terma jamoamiz guruhdan chiqa olmagan bo'lsa-da, futbolchilar dunyoning eng kuchli terma jamoalariga qarshi muhim tajriba to'pladi. Jahon chempionatidagi o'yinlar O'zbekiston futbolining qaysi jihatlarini rivojlantirish kerakligini ham ko'rsatib berdi. Shomurodovning goli jahonda e'tirof etildi. O'zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchun esa hafta quvonchli yangilik bilan boshlandi. Uning Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi uchrashuvda urgan goli jahon chempionati 2026 ning eng chiroyli gollaridan biri sifatida e'tirof etildi. Shomurodov murakkab vaziyatda darvozabonning ustidan to'pni oshirib juda chiroyli gol urgan edi. Mazkur gol turnirning eng yaxshi goli sovriniga nomzodlar qatoriga kiritildi. Nomzodlar orasida Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham va Julian Alvarez kabi jahon yulduzlari ham bor. O'zbekistonlik futbolchining bunday ro'yxatdan joy olishi mamlakat futboli uchun katta e'tirof hisoblanadi. Mundial yakunlangandan keyin Eldor Shomurodov klubiga qaytib, yangi mavsumga tayyorgarlikni boshladi. Abbosbek Fayzullayev ham
jamoasi mashg'ulotlariga qo'shildi. Husanov bilan shartnoma uzaytiriladimi? Abduqodir Husanov bo'yicha ham muhim xabarlar tarqaldi. Manchester City o'zbekistonlik himoyachi bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. Husanov Jahon chempionati 2026dagi ishtirokidan so'ng Angliya klubining uzoq muddatli rejalarida muhim o'rin egallashi mumkin. O'zbekiston futbol tarixidagi eng muhim kelishuvlardan biri amalga oshdi, ya'ni Abduqodir Husanov Manchester City bilan 2031-yilgacha kelishuv imzoladi. Superligada kurash davom etmoqda. O'zbekiston Superligasida ham qiziqarli uchrashuvlar davom etdi. Paxtakor va Lokomotiv o'rtasidagi Toshkent derbisi 1-1 hisobda yakunlandi. Nasaf safarda Bunyodkorni mag'lub etdi. Neftchi esa navbatdagi muhim uchrashuv oldidan tayyorgarlikni davom ettirdi. Farg'onada o'tkaziladigan Neftchi va Navbahor o'rtasidagi Vodiy derbisiga Ilgiz Tantashev bosh hakam sifatida tayinlanadi. VAR tizimida esa Akobirxo'ja Shukrullayev ishlashi ma'lum qilindi. Mazkur tayinlov futbol muxlislari orasida turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Bunyodkorga nima bo'lyapti? Endi esa haftaning eng xavotirli mavzularidan biri haqida. Bir vaqtlar Rivaldo, Zico va Skolari kabi jahon futboli yulduzlari faoliyat yuritgan Bunyodkor klubi jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelgani aytilmoqda. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, futbolchilar va klub xodimlarining oylik maoshlari o'z vaqtida to'lanmagan. Qarzdorliklar sabab stadion va akademiya hududida suv hamda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgani xabar qilindi. Tasavvur qiling, bir vaqtlar Osiyoning eng boy va eng mashhur klublaridan biri hisoblangan jamoada endi futbolchilar maosh kutmoqda. Stadion xodimlari esa oddiy sharoitlar yetishmasligidan qiynalmoqda. Stadion xodimlarining bir necha oylik ish haqi bo'yicha qariyb 900 million so'mlik qarzdorlik to'plangani aytildi. Keyinchalik davlat organlari aralashuvi bilan ushbu pullarning bir qismi undirib berilgan. Ammo klub futbolchilari va boshqa xodimlar oldidagi barcha qarzdorliklar to'liq yopilgani haqida aniq ma'lumot mavjud emas. Buning ustiga klubning sobiq futbolchisi Rivaldo bilan bog'liq eski qarzdorlik masalasi hamon Bunyodkor nomini ta'qib qilmoqda. FIFA tomonidan klubga yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha taqiq qo'llanishi mumkinligi haqidagi xabarlar vaziyatni yanada jiddiylashtirdi. Bunyodkor oddiy klub emas. Bu jamoa O'zbekiston chempionligini bir necha bor qo'lga kiritgan. Osiyo Chempionlar Ligasida yuqori natijalar ko'rsatgan va o'z vaqtida butun dunyo e'tiborini Toshkentga qaratgan klubdir. Shu sababli bugungi vaziyat nafaqat Bunyodkor muxlislarini, balki butun O'zbekiston futbol jamoatchiligini tashvishga solmoqda. Savol esa bitta: bir vaqtlar dunyo yulduzlarini olib kelgan Bunyodkor qanday qilib futbolchilar maoshi, suv va elektr muammosigacha yetib keldi? Demak, Lionel Messining kelajagi hamon noma'lum. Ispaniya tarixiy chempionlikni nishonladi. FIFA rahbariyati va La Liga o'rtasidagi ziddiyat kuchaydi. Transfer bozorida 100 million yevrolik kurash davom etdi. Eldor Shomurodovning goli dunyo miqyosida e'tirof etildi. Abduqodir Husanov esa Manchester Cityning kelajakdagi muhim futbolchilaridan biriga aylanishi mumkin. Ammo O'zbekiston futbolidagi eng jiddiy savollardan biri Bunyodkorning kelajagi bo'lib qolmoqda. Sizningcha Bunyodkor yana avvalgi kuchini tiklay oladimi? Klubdagi vaziyat uchun kim javob berishi kerak? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, bugun futbolga obuna bo'ling va futbol olamidagi eng muhim yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Keyingi dayjestlarda ko'rishguncha.